Shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet ertaga 1-iyul kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi va fuqarolarni ogohlantirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Ertaga 1-iyul kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishi e'lon qilindi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 21-23 daraja, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolik keng tarqalib, barchaga e'tiboringiz uchun like bosishni unutmang.